Hürmetlik vatandaş leksiyemizin davamı. Bugün Çislağ 2020 yıl 11. ayının 1. günü heptik leksiyem. Yukarı leksiyerini aldığınla hem de davamı vatandaş. Tünügüsüler gidigen edik leksiyede. Mesela saylamda saylıqçılığa taşlaydıgan bilet, saylıqçılığa taşlaydıgan bilet de 272 erişkendiler Amerika'da namzatla prezident bolalaydı degen edik. Bunun kısıkça düşenci bir büteyle vatandaşlar. Amerika'da çoğun saylamda saylıqçılığa saylam bileti 270 parça. Bu sırlık san, zaten imisan. Amerika'da çoğun saylamdan alaydılığa şehirdi ki namzatның prezident bop sayılışı üçün umumi saylamda bilet taşlaşның az köplüğü kimge qançılık bilet taşlaş bilen belgilenmeydi. Çoğun saylamның neticesini belgileydi Allah. Saylıqçılarның saylam bileti saylıqçılar goroyudur. Saylıqçılar goroyu cemi 538 neferi saylıqçıdan terkip tapqan. Esinizde bolsun cuma 538 neferi saylıqçıdan terkip tapqan. Her bir ştatda saylıqçılarning adam sani oxşaş emas. Şu ştatning nüfusuga 10 tane asıp boladı. Prezident namzatı g'alaba qilmoqchi bolsa, çoğun bu sanның içinde 270 parça saylıqçılar biletiga erişken bo'lishi kerak. Amerika'da nurg'un ştatlar muqim partiyavilik xosligiga ega bo'ladi. Prezident namzatlardan kimni qo'llaydi? Bu muqimsizlik tavrinib turgan ştatlarning muqimsizligida. Bu to'g'rida tushunchimiz tugadi vatandoshlar. Yana bir xabar. Qisqa xabar. Jungo iqtisodining qandoq gumron bo'ladi? Yuqorida bank to'g'risida to'xtaldik, endi bu yerda qisqa xabar. Jungoning iqtisodi qandoq gumron bo'ladi? Markazda biroqli portlaydi. Mavzuli xabar 10 ayning 27 kuni Büyük İrat orbiti e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Jungoda öymülük ishlab chiqarishida krizis o'ttirg'i chiqdi. Bahoni tushirib yetishga, naqd pul tartibga solishga majbur bo'ldi. Pay chekning bahosi zo'r darajada tushib ketdi. Qaraganda Jungoda pul muomala krizisi oxiri yetib keladigan iqtisod yetib keladigan dek turdi. Yetib keladigan bo'ldi, kechiringlar. Oxiri Jungoga pul muomala krizisi yetib keladigan bo'ldi. Iqtisodshunos Wu Jialong mundoq dedi. Wu Jialongni bilasizlar vatandoshlar, bu shu yozdim men nutq so'zlab. Bu odamning ismini unutib qoldim, bugun kelibdi yana qarang. Wu Jialong nima dedi? Hindiston chegarada qo'shinlar bilan birga paydo bo'ldi, sababi nima? Biz Tibetda va Shinjongda kishilik huquq xiloflik qildik. Kishilik huquqni vayron qildik degan ma'noda. Shuning uchun Hindistonning armiyasi chegarada paydo bo'ldi degan bir so'zni sizlarga leksiya qilib so'zlagan edim. Esinglarda bo'lsa kerak. Dal mushu Wu Jialong edi. Arliqda ne chiqadim bu odamning ismini unutib qolgandim. Bugun yana kelibdi. Diqqat vatandosh. Davomi. Undaqda Jungo iqtisodi qaysi choralar bo'yicha gumron bo'ladi? Wu Jialong tahlil qilib mundoq dedi. Bozor iqtisodiga o'xshamaydi. Gumron bo'lish bozor iqtisodiga o'xshamaydi. Jungo Kompartiyasining iqtisod boshqarish usuli barliq qarz, muomala masalalarini o'zliksiz hukumatning yuqori qatlamiga yuklashdan iborat. Bu Jungochi iqtisod. Şunlaşqa krizis en oxiri markazda portlaydi. Chongyangwida portlaydi. Markaziy hukumatda portlaydi. Bundaq ahvol Yaponiya, Tayvan, Amerika qatorliq bozor iqtisodiy sistemasidagi davlatlarda yuz bermaydi. Wu Jialong 10 ayning boshlarida bundaq degan. Jungo'nun barlığı pul muamele maliye meseleleri asta markezi hükümet gözüklandı.
bozor iqtisodida qayerda masala chiqsa kiracağız. Shu yerda yuz berdi. Sobiq Sovetlar davrida barliq iqtisodiy masalalar Sovetlarning yuqori qurilma usti qurilmasiga markazlashgan. İqtisodiy krizis bir portlash bilan Sovetlar imperiyasi yemirildi. Hozir Jungo Kompartiyasining ahvoli sobiq Sovetlarning ahvoliga o'xshaydi. Jungo Kompartiya siyosiy sistemasi yerlik hukumatlar va davlat egiligidagi shirkatlarning qarzi yuqori usti qurilmaga Beijing hokimiyatiga markazlashdi. Jungo Kompartiyasi agar yemirilgan bo'lsa, sobiq Sovetlar shaklida, ya'ni pul muomala va moliya masalalari markazga jug'langan shaklda hukmron bo'ladi. İqtisod, moliya, pul muomala markazga jug'landi. Sobiq Sovetlar hukmron bo'ldi. Yemirildi. Avval iqtisod yemirildi, ondan Sovetlar yemirildi. Siyosiy tuzum yemirildi. Bugun Jungoning pul muomala, moliya va barliq qarz hisobotlardan hammasi markazga, Jongyangvi va Anxuyga markazlashdi. Bu markazda yemirilish, portlash yuz berdi. Shuning bilan Jungo iqtisodiy gumron bo'ladi, siyosiy tuzummi xuddi Sovetlarga o'xshash gumron bo'ladi deydi Wu Jialong apandi. Wu Jialong bunda ko'rsatdi. İqtisod butun yer sharda hozir astilab qoldi. Bankalar o'lik hisobotga bo'g'ildi, yuzlandi. Jungoda moliya yo'tkab ishlatildi. Jungoda muqimlikni qo'g'dash xalq, muqimlikni qo'g'dash xarajati zo'rayib ketdi, kechiringlar. Hatto davlat mudofaa xarajatidan oshib ketdi. Muqimlikni qo'g'dash hamchotiyaka pul, hozir davlat mudofaa hamchotiyaka puldan oshib ketdi. Nurg'un voqealar isbotladiki, Jungo moliyadan chataq chiqdi.